Muşu çapanı taşlagandek öz yurtimiz ve ailemizni taşlab, öz arzuyimizni amalga oshirish uchun yiroq safarlarga atlanmoqchi bo'lyapmiz. Tavakkulsiz hayot bir mukammal hayot bo'lib hisoblanmaydi deb o'ylayman. Hayotimizning kelgusidagi yangi batlarini teximiz sarxillashtirish uchun har xil orzu tilaklar bilan bu tavakkulchilik hayot safarimizni boshlash oldida turibmiz. Biz bormoqchi bo'lgan ana shu manzil notunish ham yiroq. Shuningga agishib nurg'unlagan andisha, qo'rqinish, tashvishlanish bo'ldi. Lekin biz keyniga dodishni emas, balki dodillik bilan olg'a ilgirlashni tanladik. Shuningga ishonamanki, inson bir ishda utuq qozonman deydi ekan, cho'qim 99% tirishchanlik, 1% tavakkulchilik ko'rsatish kerak. Gerçi gruppimiz nayt zo'r bo'lmasa-mu, lekin biz uchimiz o'xshash bir niyat, bir maqsad ketyapmiz. Arzuyimiz shuki, o'z hayot safarimizning batlariga biz o'ylagan, lekin qilolmagan ishlarni yozishdir. Bugundan boshlab safar yo'limizdagi kundalik turmushimizni, yangi bayqashlarimizni sizlar bilan hambahrman bo'lamiz. Bizning utuq qozonishimiz sizlarning bizni qo'llab-quvvatlashinglardan keladi. Bu qitimliq safarimizda nurg'unlagan oilda ishiltishchanligi yaxshi bo'lgan, qolaylik ham sifatlik, bahosi muvofiq bo'lgan buyumlarni sizlarga tavsiya qilamiz. Bizga ergishib, yurak berishni unutib qolmanglar. Kelar sondagi videolarimiz teximiz har xil. Diqqatinglar bizda bo'lsin.